Altın keş. Burun diken, yetim bulun diken, tarix tulum diken. Şu zamanlarda bir yurtda bir ögey ana bar iken. Onun iki kızı bar bulup, çoğun kızı ögey iken. Kiçik kızı öz iken. Ögey kızının eti Hajar kız, öz kızının eti Fatıma Xan iken. Hajar kız çıraylık, işcan, tirishchan iken. Fatıma Xan sert, ho'rin, urushqaq, g'izaga, kiyimga budishqaq iken. Shundoq bo'lsa-mu, o'gay ana o'z qizini arzulab, o'gay qizini xo'rlabdi. Qarasang ko'zingni o'yiman, so'zlasang tilingni kesiman deb qiynabdi. G'iza tamoq kiyim-kechaklariga qaramabdi. Chochlari cho'vulsa-mu tarimabdi. Bechora qiz oshqan-toshqanni kiyib, nonning kuyikini yeb, oshning suyuqini ichib, qiqilib so'qilib cho'ng bo'lib 7 yoshlarga kiribdi. Bir kuni o'gay ana: "Hey, non qepi pitliq, qachongacha kichik bo'lsan? Endi sana bekorga non nada? Mana, berib mol suvatga o'tin charva, tezaktar. Mollarni yuttirmay, haqnikiga aralashmay beqib kel. Molning birar yerimni yuttirsang, urib o'ltirayman. Uqdingmi?" deb Hajar qizni padibaq qilisabdi. Hajar qiz 9 yilgacha atigini jangalga chiqib, kechda eg'ildili yurib mol beqibdi. Oqshimi osh etib, kir yuyib, o'tin kaslab non yeqibdi. Shundoq tinimay ishlab yursimi, yana til dashnamdan qutulolmabdi. Bir kuni o'gay ana Hajar qiz mol beqiyotgan yerga o'g'irlikcha berib marabdi. Shu vaqtda qiz amdi tush bo'ldi, birdam aram olay deb mollarni bir yarliqning soyisiga haydab qo'yib, o'zi jigdining ostida uxlab etibdi ekan. O'gay ana uni ko'rib qopdi. "Ha, nemishqa o'tin charvani oz terib keladigan desam, uxlayotgansan emasmi? Voy bishingni yeydigan azma, harom tamoq!" deb jangalni g'udur-sudur qilib, Hajar qizning chochlarini yo'lib, urib chaylab yenib ketdi. Atsi qaq saharda Hajar qiz mollarni achqib ketayotsa, o'gay onasi: "Hey sarang, men bugun chechalgan tutib ketibdi-ku. To'xta. Mol baqqayat uxlab yotmay, mol ushni igirga ashkal, bildingmi?" deb bir muncha pil tupoqtini beribdi. Hajar qiz gap yondirolmay elib menibdi. Endi mol beqib, tezak terishning ustiga yipmi egirib keladigan, kechda herib holi qolmaydigan bo'pti. Uyga kelsa yana ish. Uning ustiga o'gay ana: "O yetim o'g'loqqa aram elishni kim qo'yibdi?" deb Hajar qiz egirib keladigan ushni kundan kunga ko'paytibdi. Oqshimi Hajar qizni qo'shni ustiga shogirdlik selib, keyincha kashdimi bekor qo'ymay atlas shoyi o'qitadigan bo'pti. Bechora yetim qizga amdi oqshimi yarim kechagacha uyqu yo'q. Kunduzi mol beqish, tezak terish noiti tas keladigan bo'pti. Yipni egirib ulgurtalmay, kunda padi beqib qaytganda tayoq yeb hech holi qolmabdi. Kechda yana heliqidek ishlardan qo'li bo'shamabdi. Uyqusi kelib yiqilganda put-qo'lini so'ng'idak o'rinmi yo'q qiynalibdi. Yeshi mushu kamga kelguncha yoz kunlari dalida, ho'ylida pashi kumutiga yem bo'lib, sheg'ildi yetibdi. Qish kunlari qo'y kalalarining orasida Zaynamda salji qaniga yem bo'lib, eg'ildi yetibdi. Jabr zulm ko'payib, jiniga petibdi. Endi kechalari tinmay, unsiz yig'lab chiqadigan, kunduzlari hech kim yo'q jangalda yig'i bilan tovlab naqshi etadigan bo'pti. Pashining dadi, salji qonning dadi. Ajabmi yomon ishkan, o'gay onaning dadi. Non basa kuyak badi, osh basa suyuq badi. Ajabmi yomon ishkan, o'gay onaning dadi. Bir kuni Hajar qiz jangalda uchini egirib bo'lolmay, kechda uyga borganda tayoqda o'ladigan bo'ldim deb yig'lab, shundoq naqshi etib o'ltirsa, tuyuqsiz shamol chiqib, bir qo'yin kaptida qizning yenidagi ushlarni uchirib akitibdi. Qiz: "Voy onamay, endi uyga borganda nimami deyman?" deb yig'labdi.
qo'yinning orqasidan yugurib Canım Quyun aka, apam urudu. Uçumni berib etsizlar. deb yalvorib beqibdi. Qo'yin ketaveribdi. Qizmi qo'g'laveribdi. Bir chaqda qo'yin cho'rgilab bir yerning kamiriga kirib ketibdi. Qiz qo'yinning orqasidan kirib qarasa, bir bo'stonli qo'yla. O'ttirida uy. Yaqinroq borsa, uyning ichida bir mo'may o'ltirg'idek. Qiz asta bo'sog'isiga kelib, Assalom cho'ng'ana. debdi. Mo'may salomni ilik elib, Ha, keling. Yuqori chiqing. Beshingizga nima kun tushdi qizim? debdi. Qiz qo'l bog'lab turib, Quyun akam ushlarimni ep ketdi. Orqasidan yegasam, musha hovliga kirib ketdi. debdi. Mo'may Qo'rqmang bolam, qo'rqmang. Kuchingiz bor. Siz avval menga tomlig'ini bilingizdek, inchikligini bilikingizdek kesib bir osh etib bering. Suyuqqa sig'inib qoldim qizim. Bo'lamdi. debdi. Qiz Xo'p, changana. deb qo'llarini yuyib oshga tutish qilibdi. Birdamning ichidala xemirni chashdek kesib, noiti mazalik o'giri etib, Mo'mayning oldiga akapdi. Mo'may oshni ichib bo'lib, Qizim, endi qozon qumushni yuyib, yundini mo'rig'a, uyni supurib, axlatni to'nglik to'kitdim. debdi. Qiz darrov qozon qumushlarini yuyib, yundini avrazga, uyni supurib, axlatni o'ylidiki o'rig'i to'kibdi. Mo'may Qizim, turibli beshim qitishadigan bo'p qoldi. Chechimni yulib etdim, ha? debdi. Qiz Mo'mayning beshini yuyib tarab, chechini chiroyli o'rib qo'yibdi. Mo'may xush bo'lib, Rahmat qizim. Endi qizim, avu bo'lingdiki kutda kuchingiz bor. Elib uyingizga tezroq keting. Juma? debdi. Qiz kupning ichiga beshini tiqib shundoq qarasa, yo'p-yo'riq bir uy. Unchi marjon, oltin, kumush, dafni dunyo bilan to'lib ketgan. Qiz hech nimaga nazar ko'zini solmay, o'zining uchini elib qarasa, qushlar chiroyli yeb bo'lib egirilib qopti. Qiz kayniga yenib mangay desa, beshi eg'ir turg'udek. Seylab baqsa, beshiga oltin ko'kola unib qopti. Qiz Mo'mayga egilib rahmat ta'zim o'qib, xo'shlashib orqasicha yenibdi. Mo'may To'xtang qizim. Bir keling. Beshingizga kun tushsa, mush chechimni o'tqa solsangiz, mushkulingiz oson bo'ladi. deb beshidan 2 tal oq chechini yulib beribdi. Qiz yana ta'zim qilib qaytibdi. Yo'lda jangaldan sevat chaqlarni elib, mollarini oldiga selib, uyga yetib beribdi. O'gay ana, Hey joynimak. Beshingdikini nerdan topding? Ha? Sana qaysi aqlsiz yigit yo'liqdi? Tilingni qog'i qilib oldimi? Gap qildi otman. Arsig'inib qolgan sarang. deb qizi bilan kelib, Hajar qizning oltin ko'kulisini yo'lg'ili turibdi. Bechora Hajar qiz qo'rqinidan yig'lab, bo'lgan voqeani so'zlab beribdi. O'gay ana shuncha qilsa-mu, Hajar qizning oltin ko'kulisini yo'l olmabdi. Ko'ngliga bir o'yni pukib, o'shiqcha gap so'z qilmabdi. Atsi o'gay ana o'zining qizini qo'liga uchchaqlarni tutqizib, mol boqqili chiqartibdi. Hajar qiz ho'yla aramning ishini qilib, o'zining baqqan kuchki bilan cho'jisini to'ydirib, boshlarini siylabdi. Andin ho'yliga o'ginib qolgan bir jup kaptarlarga o'g'irliqcha don chechib berib, baq chiqib yig'lab o'ltiribdi. O kuni onasi Fatimxonni nim bo'lib kelarkin deb yo'liga qarab, uydimi o'ltirmabdi. Endi gapni Fatimxondan anglaylik. Fatimxon mollarni haydab, chaqlarni ko'tarib jangalga beribdi. Issiqqa chidamay onasini tillab, uchini nima qilishni bilmay, burnini tortib yig'lab o'ltirsa, to'yiqsiz quyun kelib, Fatimxonning ko'zlariga to'pi chechib, etikidagi ushlarni elib ketibdi. Fatimxon yig'lab, Beshingni yeydigan quyun tas. Uchimni ber. Uchimni ber otman. Uchimni qaytirib ber. deb quyunga agishib yuguribdi.
Quyun pirqirab bir yerning to'shikiga kirib ketibdi. Patimaxon quyunning orqasidan kirib, uyni ko'rib, momayning yeniga berib, chalvaqab turib, Hey qiri. Quyun tezin uçumni aketdi. İpral atıman. debdi. Momay beshini chayqab, To'xta. Chalvaqima. Avval o'ltir. Sen bana oldi bilan bir osh etib berib, ondan uçungni ol. deb Tönögün Hajar qizga buyurgan ishlarni buyuribdi. Patimak uchlarni ololmaslikdan ansirab, g'o'dingishib yurib, azmilik bilan oshni etibdi. Kesgan oshning tomliqini belidek, eng inchikisini belikidek qilib pishiribdi. Momay oshni ikki o'tlab neri ishtirib qo'yibdi. Ondan Patimaxon qozon qumushni jaqqur silkib yuyib, yundini mo'ridin, uyni supurib axlatni to'nglikdan to'kibdi. Momayni silkib, dushkallab, momayning chechini yulibdi. Momay ichida o'gay ona bilan Patimakka la'nat o'qib, Ahu bulundaki küpte uçun ba. İp get. debdi. Patimak yugurib berib kupning ichiga beshini tiqib, shunda qarasa dunyo degan turib ketgan. Patimak ochko'zlik bilan yanglarining ichiga bir muncha oltin kumushlarni tiqib olib, ushni optida orqasiga qaramay uyga yuguribdi. Yo'lda mollarini oldiga selib, chaqni ko'tarib ketib borsa, beshi qichishibdi. Haras. Mening beshimgimi oltin ko'kla unganmidi? deb beshini silab baqsa, beshini qumoq besib, cho'qqisida bir nima pul deyib lo'mildab turg'idek. Shu yerdan u mollarga qaramay yig'lab mengibdi. Angucha oldiga onasi yetib kelib, Oy canım kızım. Keş kaldın-ku. Ya Allah, nimeге yig'laysan? Nim bo'ldi zodi? Beshimni nimishga yo'yga olding, ha? deb aldirab qizning beshini echibdi. Qarasa, Patimaxonning beshi kiyimi tozga aylanib, cho'qqisiga bir eshak madiga unib qopdidek. O'gay ana, Voy o'lay! Qandoq pas bolamga ziyokash qilganda, nimishga qas qiladigandı deyman. deb uribdi, yig'labdi. Qizini uyga sulab beqibdi. Qilmagan da'vo, barmagan mazar qilmabdi. Hammasila qarg'i kelmabdi. Qizi momayninkidan o'g'irlab kelgan puldan necha hissa ortiq pul xashlanibdi. Lekin o'rniga kelmabdi. Oy o'tibdi, yil o'tibdi. Kunlardan bir kuni shu saharda bir boy katta to'y qilib, yurtda bir uy qoldirmay to'yga chillabdi. O'gay onaning to'yga borgusi, to'ydan zalla olg'isi kepti. Shuning bilan atisi qoq saharda qoq demasda Hajar qiz mollarini haydab chiqib ketibsa, o'gay ona uyda yetib, Hey Hacak. Mavyaga kel. Beshingni yedigan joy nimak? deb to'labdi. Hajar qiz kirsa, Hey uyqusaringga qasmoq. Bugun Hajab bir sagakliging tutib ketibdi-ku. Berrak kel. Mal gapimni angla. Bugunchi biz to'yga boramiz. Sen mallaringni bir haqam siyaning mallariga qo'shib, ildam kir. Azmilik qilma, uqdingmi? debdi. Qiz mollarni qo'shinlarning mollariga qo'shib qo'yib, yenib kirib, o'yla aramlarni supuribdi. Qapoqda suv akirib, bo'sh qachilarni to'ldiribdi. Kuchikiga adab etib berib, peshayvonda cho'jisining beshini siylab o'ltiribdi. Uyning ichida o'gay ona bilan Patimak yasinishga kirishibdi. Patimak yasinib bo'lib, Ana, biz kelguncha Hajak sarang beka o'ltiramda? debdi. Onasi, Oy, nim deganing bu? Uy saqlaganmi ishmi? Beka turg'izamdigan o tirik tapni. deb qoznaqdan bir chorak oq qushaq bilan bir chorak teriqni ochqib, o'ylining o'ttirsidagi bir dova qumning ustiga to'kib aralashtirib etibdi. Ondan, Hey naqipi, biz kelguncha oqqushaq bilan teriqni ayirib, ikkisini ikki xurjinga ep qo'y. Bir tilini zoyi qilsang, ko'zini uyib olaman. Andinchi go'ringga kirib, ikki taqa atlas so'qib qo'ygin. O'ylarimga obdan qara. Qili yuzsa, bo'yningni qushqashning bo'ynini uzgandek uzaytiman.
Buyurgan işlerim kalsın çökeni. Menden nim görsenkin. deb Patimakni elib to'yga ketibdi. Hajar qiz bu nima degan zulm deb o'ylab, qandoq qilishni bilmay ketib qopdi. Bir hazodan keyin o'shini yig'ib, heliqi mehribon mo'mayni aslabdi. Uning bergan chechini qandoq bo'larkin deb o'tqa sapdi. Shu zamatla o'yladiki daraxtlar shaldirilab, olamni quyun qoplabdi. Qiz hoylida bir peqirabdi. Qolganini bilmabdi. Bir vaqtda ko'zini shundoq ochsa, uzoq yili osh atkizib, 2 tal chechini bergan mo'may beshini selab o'ltirg'idak. Qiz chachirab qopib ta'zim qilibdi. Yig'lab o'zini mo'mayning quchqiga tashlab, dard holini aytibdi. Mo'may: Bilaman qizim, bilaman. O'ziga qiladi. O'rnidan tez tur. debdi. Qiz o'rnidan turib, 2 qo'lini ko'ksiga qo'yib, qo'l bog'labdi. Mo'may: Yetimning ko'ngli mening ko'nglim. Sening g'amingni mana men qilay qizim. Mana buni al. Bu oshqishni av o'ttirdagi ishini ash. Tatinmay ishkir kirib, oltin kat ustidagi bo'xchini ko'tarib chiq. debdi. Qiz ishni echib qarasa, o'ttirdagi yeshil sirliq, oltin hal berilgan qavatma-qavat gullik eshiklar orq-orqadan jaranglab echilibdi. Qiz mo'may degan yerdan bir bo'g'chini elib, tan-teniga sig'may xush bo'lib ko'tarib chiqibdi. Mo'may qizni yo'g'on tashdagi tushirib, so'pillab yuyibdi. Atiyalarini pokiz surtib, beshini tarab, heliqi bo'g'chisidagi turli kiyim-kechaklarni kiydiribdi. Ustiga o'rdak yumshoq, aynakdek suzuk mashut ko'nglik, chiman gullik tovar kamzul, chiltak pashlik, uqi yoqliq kimxob chapan, tilla do'ppa kiydiribdi. Do'ppining ustiga unchi marjon, yoqut chechilgan yepak ro'mol otibdi. Putiga oltin kash kiydiribdi. Belaklariga qo'sh oltin bilezuk, qo'llariga go'har ko'zlik o'zuk, qo'loqlariga zumrad ko'zlik oltin ziri selib, ör parilardek yasandiribdi. Ustiga yog'liq to'qqash, atlas janon chinilar qo'yilgan bir patnus hozirlab, yepak dasturxon bilan o'rab, qo'lida tutibdi-da, Yuring qizim, debdi. Qiz bir yoqdan xush bo'lib, bir yoqdan ansirab, nega boramiz? Teriqlarni qachon adalab bo'laman? Jinim mo'ma. deb ko'zlariga yosh opdi. Mo'may kuyinib, Bechora qizim. G'ayrib qizim. Ansirma dedim-g'u. Shu bag'ri tash, qo'li qon o'gay onang. Bag'an to'yga senmi borasan? Bag'anda ulardan ortiq izzat hurmat bilan to'y ko'rib, ko'ngil ichib kelasan. Sen to'ydan yong'ucha, teriq ayrish, atlas to'qish, uy saqlash ishlaring baja bo'lib turadi. Qani qizim, mo'manga ishinib, bismillah deb bo'sig'idan atla. Ha? debdi. Qiz bo'sig'idan shundoq atlishiga bir cho'kan kelib, qizni qo'ltiqlab mapiga chiqaribdi. Qiz qarasa, kimxob yupuqliq qo'sh at qo'shilgan oltin mapa jaranglab, bir mapikash bo'vay otlarning yuganlarini tutib turg'idak. Mo'may 2 qo'lini ko'tarib, Yetimning ahi, mo'mayning duoi, yo'linglar ravon bo'lsin, dushmanlar hayron qolsin. Amin. Allohu akbar. deb duo qilibdi. Qiz bir quyunning kelganligini, mo'mayning ho'ylisidagi gullarning o'ziga ta'zim qilib, dal-daraxt yopirmoqlarining oli yeshil kepenak bo'lib ushqanligini bilibdi. Qolgan ishlarni bilolmabdi. Qiz shundoq esini yig'ib qarasa, mapa nag'ir sunnay, naqshi usul, dag'dug'i bilan to'y mariki bo'layotgan ho'yliga kirib to'xtabdi. To'y egilari sahibxonlar, Voy voy, esil mehmon keldi. To'yimizning hurmati. Ras, to'yimizning hurmati, deb qizini payandozlarga dastitib, xotin xaqlar qaynagan kang so'rinliq yasadaq saroyga boshlabdi. Cho'ng kichik hamma o'rinlardan düridi qo'pib, ko'rishib, to'rga o'tkazibdi. To'rdagi xotinlarning biri, Voy, bu qiz qaysi shaharning maliki zotidir? debdi.
yana biri Qaysi bayning erki qizidir? deb hayron bo'lishib qopdi. Angucha mehmonlarning qo'liga suv quyilib, dasturxon selinibdi. 70 xil yal yemish, qand kezaklar tizilib, choy quyilibdi. Arqadan halva, qaymoq, rishala, uning orqasidan o'gir qo'rdoq, kavob quyilib, oshlar tartilibdi. Hajar qiz so'ringa shundoq sapselib qarasa, o'gay onasi qizi bilan ang oyig'ida kash bozorida o'ltirg'idak. Uning hal tartishlari bu cho'ng to'y to'kiniga kelgan nini boy xonimlarning oldida na'nalarda qapti. Shundoq bo'lsa-mu, Hajar qiz oldiga nima kelsa, "Av mehmonga sunavaslar, xafa bo'lmay" deb onasi bilan singlisiga o'zitib turibdi. "Asla, qizlarimi obdanroq baqsin" deb tinmay taklif qilib turibdi. Kun xeyli egilib, to'y oyoqlashay deb qopdi. Hajar qiz hammadan ilgari o'zapdi. Shuncha tutsa unimabdi. Hamma xotin qizlar "Uyda yo'rqitish kerak, hajab chiroyli qizkan. Uning ustiga odamgarchiligi cho'tehi" deb orqasidan qarishib qopdi. Qizning mapsi cho'l jangallar bilan mengibdi. Bir chaqda chimanlik orasida suv eqiyotgan bir cho'ng o'stang bo'yiga kepdi. Qiz birdam orom elib olish uchun o'stang bo'yiga tushibdi. Chimanlik qirg'oqda o'ltirib, suvni o'chimi bilan osmonga etib, marjon chashma qilib o'ynabdi. Suvning marjonlarga qarab, teriq esiga tushib, ko'ngilni andishi besibdi. Angucha mapikash. "Voy qizim, yiroqdan otliqlarning qarsi ko'rinyotdi. Bu yerdan ishtigirak ketsakmikin?" debdi. Qiz yugurib mapiga chiqibdi. Mapa yo'lga tushib, bir quyun bilan g'oyib bo'libdi. Shu aldirashchilikda qizning bir pay oltin kashi suv bo'yidagi chimanlikka tushib qopdi. Endi gapni Hajar qizning uyidan anglayli. Hajar qiz to'yga mangandan keyinla quyun ana mehribon momay o'gay onaning hovlisida yana paydo bo'libdi. Shu zamatla Hajar qizning baqqan kuchki, cho'jisi peshayvondagi bir jup kaptar momayning cho'risiga olishib, arkilab putlarini cho'qib suyib ketibdi. Momay olqinidan bir parcha xamirni chiqarib kuchkiga bir tishlab, xo'roz bilan kaptarlarga bir necha ushoq ko'milach qilib ayirib tashlab beribdi. Küçük xamirni yepla zuvanga kelib, "Ona, o'ylig'i hech yedin. Hech kimning ko'z qirini soldirmay, qoronchiq bo'laman" deb tam to'pilari darvozlarga ko'z quloq bo'pti. Xo'roz so'zga kelib o'giziga uchib chiqibdi-da, to'rt atrofiga qarab, "Qiq-qiq, arlishib ketdi, teriq, hammamiz o'lishayli, yetim qizga bo'lishayli. Qiq-qiq" debdi. Tarap-tarapdan, tushma-tushdan qo'shni qo'limlarining to'g'ilari o'ylig'i yig'ilibdi. Küçük öyden xurjunini tishlab ochiqib beribdi. To'g'olar olishib cho'qib, xurjunning bir ko'ziga oqqushaqni, yana bir ko'ziga teriqni ayirib tashlag'ili turibdi. Kaptarlarmi so'zga kelib, "Labbay ana, biz xizmatingizga tayyor. Labbay ana, biz xizmatingizga tayyor" debla osmonga ko'tarilib, birdamdila bir muncha kaptarlarni boshlab kepti. O kaptarlar boqqa tushib, har biri birdan meva daraxining orqasiga o'tib, pari qizlarga aylanibdi. Bog'dan qator bo'lib chiqib, supida o'ltirgan momayning oldiga kelib, ta'zim qilib jim turishibdi. Momay qizlarning boshliqiga "Keling qizim" deb sharat qilib, qo'liqiga bir nimalarni debdi. Qizlar darrov atlas to'qiydigan uyga kirib, o'ntinsiz ishqa tushib ketibdi. Biri yiplarni bo'yabdi, biri o'rish tartibdi, biri to'qibdi, biri patlabdi, biri qatlabdi. Shundoq qilib hash-pash degichilikning orlig'ida ikki taqa atlas to'qilib, o'gay onaning sandiqi ustiga tizilibdi. Anguchilik to'g'olarmi teriqni ayirib, xurjiniga qachilab bo'pti. Momay bilan xo'shlashib, o'z joylariga qaytishibdi. Qizlarmi oqqushaq teriqlarni o'z joyiga akirib, o'ylarining ishiklarini etib, ish kuchlarini tugutib, o'ylining o'ttirsiga tizilibdi. Momay alqinidan yana bir parcha xamirni chiqarib, bayiqidek küçük, xo'roz,
kaptarlarga bo'lib beribdi va ularning beshini silab xo'shlashibdi. Ondan qizlarni boshlab boqqa kirib g'oyib bo'libdi. Endi gapni Hajar qizdan anglayli. Hajar qiz suv bo'yidan yo'lga chiqib g'oyib bo'lgancha o'zini Momayning hovlisida ko'ribdi. Momay Kelam qizim. deb uyga boshlabdi. Qiz to'ydan elib kelgan non to'qashlarni Momayning oldiga qo'yibdi. To'yda bo'lgan gap so'zlarni qilib berib, Cho'ng ana, men to'rida o'ltirdim. Anam qizi bilan pagahda o'ltiribdi. Yelimish, oshg'iza mendan boshlab tatildi. Kiydirgan kiyimlaringiz bo'lgan izzat hurmat, mehmontorchilikning xushalligidan kelimdan hech narsa o'tmadi. Oldimga kelgan mazlarni onam bilan sog'limga sunib turdim. Ish qarnim ichilib, ko'nglim ko'tarilib, obdan o'ynab keldim. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat ana. deb bir nimadan xijil bo'lgandek yerga qarabdi. Obdan qipsan qizim. Onangning aqli bo'lsa o'ylab qala. Vaqting ichilsin. Bir paykashdan kar chag'liq. Endi qizim, o'z uyingga qaytqin. deb qizning beshidan oyoqigacha asta bir silabdikan, qiz o'zini o'z hovlisida ko'ribdi. Qarasa, hamma ishlar qilinib bo'lgan. Ang'uchilik o'gay ana qizi bilan qaytib kelib, darvozani mushtlabdi. Hovliga ko'ranglab, olchangishib kirib, Hey yetim o'g'loq. Bugun hajab pokiz bo'lib qapsan-ku. Suvni bozib, ergi tekkin keldim ya, ha? Ko'ra bu chiroyli mashqni. deb kekirib kalpuklarini satlashtirib, Hajar qizni zangliq etibdi. Fatimakmo Ergi tekis kelmasa, bosh ko'zlarini tarab yasinishni kim qo'yibdi bu saqlandiga? Oy, teriqlarni adaldingmi, ha? Gap qila. deb borgan peti Hajar qizning bir necha yerini chimdib olibdi. Hajar qiz Ilg'ab bo'ldim. Atlasni to'qib qo'ydim. Ondan keyin bosh ko'zimni yuyib tarib oldim. deb yugurib uyga kirib, oq qushaq, teriq, atlaslarni elib chiqib ko'rsatibdi. O'gay ana ishning epini amdi tepibdiman degandek qilib, atlaslarni ko'rib yijib qalcharabdi. Hajar qiz Ana, to'y qanday o'tdi? Nima ishlarni ko'rib keldilar? deb so'rabdi. O'gay ana Voy qovurg'am, anglag'ing keldimi? Ha, bo'pti, anglamsa. deb hikoyaga tushibdi. Yurt bo'lib, mundaq to'y bo'lmagan. Yurt tavrab ketibdi. Ne yurtlardan xinimlar kelibdi. To'yga bir yurtdan bir malika zot kelibdi-kan. Bizmi bir dasturxonda bo'ldik. Hey, qarasang, u parizotni dunyoda birli deysan. U qiz shuncha xotin qaqlarning orasida bizga alohida iltifot ko'rsatdi. U qizchi shuncha to'qpisiq, cho'ng sifatgan. Oldig'i nima kelsa, menga sunib turdi. Men yedim, singling yedi. To'y deganda hamma nima to'kma bo'lib ketdi. Singlingning to'yini men shunday qilib berman toza. deb so'zlab ketibdi. Hajar qiz Ana, men turib singlimning gapini qilib ketdilar-ku. deb selib yerga qarabdi. O'gay ana Voy qovurg'am, o'zing pod baqqan yerda birini tepib olasan. Sana to'y nada turibdi? debdi. Fatimak Bu nasbasqam qachonmi peshonamdan era? deb tillab, Ma, yana sana yaxshilik qilib og'ash keldik. deb to'ydan oshqan tashqan guruch, so'ngaklar selingan bir yelim cho'chkini Hajar qizning oldiga doqqida tashlab qo'yibdi. O'gay ana Hey, yundongni ishtik kichib olib, haq qo'shib qo'ygan mollarni epchiq. Andin go'ringga kirib, atlaslaringni to'qi. Bildingmi? deb qizi bilan ishkarki uyga kirib ketibdi. Hajar qiz cho'chakdagi so'ngakni kuchkiga, guruchini xo'roz bilan kaptarlarga chechib beribdi. Atisi Hajar qiz mol boqili chiqib ketib borsa, o'gay ana. Hey, jiydi purq tekkan sarang. To'xta. To'y qanday o'tdi? To'y yaxshi o'tdi. To'y qanday o'tdi? To'y yaxshi o'tdi. To'y qanday o'tdi? 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 To'y
Mallarni padaga qo'shib berib, ishtik ko'r. Endi sen uyda o'tirib atlas to'qiysan. To'yda jixotilarga atlas etib bergan bo'lib, narxini deyishib keldim. Hunarga sog'anmi men? Pada beqishdan qutqizib, uyda o'tirg'izganmi men? Boshqa yerda sendek shumqush, ermaslarga bundoq to'lab nada turibdi? Bilsang, mushlarning qadriga yetib, atlasni obdan to'qsang bo'ladi. Shuning bilan Hajar qiz qorong'i uyga solinib, burunqidimi eg'ir ishqa qopdi. Endi gapni heliqi tushib qolgan bir pay oltin kashdan anglayli. Shu shahar podshohining Shahzoda Odil degan bir o'g'li bor ekan. U shahzoda balog'atga yetgandan keyin elchilar Nini Kattibay, vazir podshohlarning qizlaridan loyiq ko'rsatsa, o'zim tepib olaman, ko'nglim tushganini olaman deb unimabdi ekan. U shahzodaga Xizr yo'liqqan ekan. Shuning uchun dadisiga qaraganda yaxshi ishlarni ko'p qildi ekan. Yurtlarga, tog'ning oralariga yo'l yasdi ekan. Daryo o'stanglarga ko'rik soldirdi ekan. Bir kuni Shahzoda Odil shu yurtdagi bir cho'lga suv chiqarg'izmoq bo'lib, vazir yoranlari bilan otliq yo'lga chiqibdi. Manga kun qayrilgan vaqtlarda to'g'an ayriydigan so'ning bo'yiga beribdi. Shahzoda chimanlik bilan mengib, so'ning bo'yiga qarab ketib borsa, bir narsa atrofga nur chechib turg'idek. Suvdan chiqib qolgan beliq o'xshaydi deb asta yaqin borsa, bu iqlimda hech qanday ustining qo'lidan kelmaydigan shundoq chiroyli bir kash turg'idek. Shahzoda kashni maydasiga besib qetib qopdi. Huzurli xiyollarga petibdi. Bir hazodan keyin esini yig'ib, "Otamga otchab turinglar. Mushu kashni kiygan qizga ko'nglim tushdi. Xabar qilinglar. Mayli u odamzod bo'lsin yoki parizod bo'lsin, uni olmay murodimga yetmayman" debdi. Endi gapni Hajar qizning hoylisidan anglayli. Kunlarning birida podshohning o'g'li bir pay oltin kashni qizlarga kiydirib beqib, qaysi qizning putiga xo'p kelsa, shu qiz bilan to'y qilg'udak degan gap so'z o'gay onaning quliqiga yetib ketdi. O'gay ona Fatimekning beshidagi eshak madigini yana bir qo'r kesib, ustiga chash chaplab, ipak ro'mol otib, uning ustiga kamchut tomoq, ustisiga kimxob chapan kiydirib, o'zicha guldek yasandirib tayyorlanibdi. Hajar qizning oltin ko'kularini beshiga puflab qatlab, ustiga xamir chaplab, kepak suvab, eski latilar bilan teximi satlashtirib, "Ko'zimga ko'rinmay, ishingni qil" debdi. Podshohning yurt arlayotgan yasovullari, kash ko'targan kenizaklari yetib keldi. O'gay ona Hajar qizni so'rab opirib, o'ylining bulung'idagi eski tunurga tushirib, ustiga ko'ni to'qim yepib qo'yib, berib 70 ta'zim bilan darvozani ochibdi. Kelganlar o'yliga kirib, "Qani, qizlaringizni ko'rsating" debdi. O'gay ona mehmonlarni uyga boshlab, Fatimekni naynaqlatib turib, kashini putiga kiydiribdi. Patmabdi. Ondoq kiydiribdi, mondoq kiydiribdi, patmabdi. Putlarini kesib, shilib beqibdi. Yana patmabdi. Kenizaklar, "Osh, nimachi ular qilala? Sat qizlarga. Ketayli" deb mengibdi. Kenizaklar o'ylig'i chiqishiga heliqi oxoraz yugurib kelib, ularning pashlarini cho'qib-cho'qib, "Qiq-qiq, qiz tunurda, qiq-qiq, qiz tunurda" debdi. Küçükmo yugurib, tunur beshiga chiqib, to'qimni tishlab tortib, tunurni echib, "Hov, hov! Mehmonlar keldi. Jinimocha, tez qopqin" debdi. Kenizaklar, "Bu nemishdi? Bir baqayli" deb tunur beshiga yuguribdi. O'gay ana, "Oy, u mening o'gay qizim. U tuzliq pashlang tezi yo'qidi. Berishmisizlar? U tampay to'ng'irliqqa oltin kash nada xo'p kelsin" deb qaqshabdi. Kenizaklar tunur beshiga shundoq chiqishiga tunurning ichidan bir qiz chiqibdi. Qarasa, eski latilarning ichida bir oy turg'idek. Boshlarida oltin ko'kula, o'zi kulib turg'idek. Kenizaklar kashni Hajar qizning putiga shundoq kiydiribdikan, xuddi qo'yib qo'ygandek yarishib ketibdi. Yasovullarning biri suyuncha deb shahzodaga yuguribdi. Kenizaklar, "Singlim,
sizda bu kashning yana bir peyi bormi? deb so'rabdi ekan, qiz nima deyishni bilmay yerga qarabdi. Angucha Fatima kelib, Voy, bu gadayda oltin kashning yana bir peyi nim qilsin? deb turishiga daraxtlarning yupurmoqlari shildirlab, shamol kelgandek bo'pti. Hammanglar uyon-buyon qarashiga oltin kashning yana bir peyi uchib kelib, qizning oldida paydo bo'lib qopti. Kenizaklar Fatimaga qarab, Fatimaxon, neri turing? Boshqashlab yetib turing. Sizning xilingiz boshqa. Satlashmay ketib turing. Ha, belli. Xo'p bo'ldi toza. Xo'p bo'ldi. deb barmoqlari bilan mangzlarini besib, zangliq etib kulishibdi. Angucha yasavullar mapini hoyliga akirib, qizni o'lash-jo'lash oltin gullik mapiga selib, elib mengibdi. Küçük mapining orqasidan agishibdi. Xo'roz mapining orqasiga, kaptarlar bo'lsa mapining ustiga qo'nib, qiz bilan birga ketibdi. O'gay ana beshini mushtlab, qizi beshini qashlab, o'ngirgak atgan bo'yi o'ylining o'ytirsida yig'ilishib qopti. Endi gapni o'rdidan anglayli. Hajar qiz o'rdiga borgandan keyin shahzoda necha kech kunduz to'y qilib, uni amriga olibdi. O'gay anani to'yga qicharmabdi. O'gay ana buni uqib, texmo alamda qilib pushlanibdi. "Xap to'xta" deb qizi bilan gapni bir qilib, niyatini texmo buzibdi. Uning ustiga Hajar qiz ozimlabmi kammabdi. Texi bir hafta o'tmayla o'gay ana Hajar qizning uyiga yo'qlagan bo'lib beribdi. Nemishqa uyga bormaysiz? Bizni g'udimang. O'z onangizning qadam joyini-mi ko'ygingiz kelmadimi? Debdi. Hajar qiz onasini esiga elib, tug'ilib o'sgan uyini sig'inibdi. Hajar qiz shahzodadan ruxsat so'rabdi ekan, shahzoda ijozat berib qizni uyiga uzatib qo'yibdi. O'gay ana Hajar qizni "Voy keling, malikam, tez keling" deb loluliq bilan mehmon qilibdi. Kechda har qandoq bo'lsam-mu, men onangiz chechingizni yuyib tarab qo'yay, ha? deb qizning beshini tangniga tutibdi. Fatimak orqasidan ko'rsatmay kelib, bir chelak varaqlab turgan qaynoq suvni Hajar qizning beshiga qo'yib etibdi. Oltin ko'kulisini Fatimakning beshiga ashmi qilib selibdi. Ustiga Hajar qizning kiyimlarini kiydirib, chanmas qilib yasab, shahzodaning uyiga yo'lga sep qo'yibdi. Shahzoda sezmay Fatimak bilan uy tutib ketaveribdi. Fatimak kechalari beshini asta kartildatib tatlagan vaqtlarda shahzoda so'rasa, "Sizlik bo'lib qolgan o'xshayman. Qumash yeyaptiman" deb qo'yibdi. Kunduzlarimi ming pardoz, mug'ambarlik bilan sezdirmabdi. Endi gapni Hajar qizning o'limidan anglayli. Hajar qiz beshiga qaynoq suv quyilgan vaqtda bir chirqirabla yerga yiqilibdi. Ichida yig'ilgandek bo'lib qiynalib jon uzibdi. O'gay ana kechida Fatimak bilan billa Hajar qizni putqulidan tutib so'rab, orqadagi baqqa ochqib ko'mib etibdi. Qiz so'rilib ketib borganda ko'zidan timib qolgan bir tomchi qon bir to'rg'ay bo'lib uchib ketibdi. U to'rg'ay har kuni tushlarda shahzodaning beg'ida ishlaydigan bog'vanning mo'risiga qo'nib sayraydigan bo'pti. Sayraganda "Shahzoda xotini bilan apmi?" deydi ekan. Bog'van "Ap" desa to'rg'ay "Chir, yeshilmabdi sir. Chuku chir" deb siyrab yig'lab ketib qoladi ekan. Bog'van "Ap emas" desa to'rg'ay yana "Chir, yeshildi ekan sir. Ha, chuku chir" deb sayrab kulib ketib qoladi ekan. Bog'van kunda hayron bo'lib bu voqeani buningga so'zlab beribdi. Bir kunlari bu so'z shahzodaning quloqiga yetibdi. Shahzoda Bog'vanni chaqirtib, "Shu turg'ayni nadin bo'lsa tutib, oltin qafasga selib chiq. Sirni o'zim uqqayman" debdi. Bog'van ilojisiz "Xo'p" deb ketib, turg'ayni tutib akilib beribdi. Turg'ay qafasda turib, yig'ilgandek ovozda kunda sayrabdi. Sayraganda "Chir, chuku chir. Bu uyda bor yoshirin sir"
deb sayrabdi. Dunyoning ming turli qiziqi mening qo'limda deb parvosiz yurgan shahzoda bunimi sezmabdi. Lekin onasining shumliqidan ta'lim elib turgan Fatimak Turg'ayning sirini uqib qopdi. U mug'ambarlik bilan og'irib yetib opdi. Daxallarga gap o'gitib, pul sungitib, hiyla tepibdi. Daxanning aytqini to'g'ri. Men oshi Turg'ayning yurkini pishirib yesam, saqiyman. Debdi. Oxiri deginini qilib Turg'ayni o'ltirgizibdi. Bu Turg'ayning Hajar qiz ekanligini sezgan Bag'vanning xotini Is canavarım, yürüküm, mening jigirim. deb yig'labdi. Hech kimga sezdirmay Turg'ayning pay, go'sh so'ngaklarini bog'ning ichiga kiradigan eshikning yeniga ko'mib qo'yibdi. Turg'ayning qinidan qizilgul, payidan anbargul o'nibdi. Ikki gul ajoyib chiroyli ikki g'uncha chiqarib, bir-birini purishib turibdi. Shahzoda bu gullarni ko'rib hayron bo'ldi. Angacha Bag'vanning xotini ikki g'unchini asta uzib shahzodaga tutibdi. Shahzoda g'unchini poray deb turganda Fatimak marab kelib changal saptikan g'uncha uzilib yerga tushibdi. Fatimak Oynashib qo'ydim deb to'lg'inib gapni tugatibdi. Kunlardan kunlar o'tibdi. Turg'ayning so'ngiki bir tup chinar bo'lib o'nib, noiti baraqsan ko'klabdi. Amdi shahzodaning bu chinarga ko'zi tushib, ata oqshimi shu chinarga qarab o'ltirdigan bo'ldi. Fatimak bir balo tug'ibdi. Shahzodaning chinarga qarishidan qizg'inib, niyatini yana buzibdi. Ash chinarni kesib yiqitib, yog'ichidan balamga buyuchik yastib paslar. Bo'lmasa, bu uyda mening turarim yo'q. deb kundila shahzodani qistabdi. Shahzoda oxir usta bir yog'ochini qichartib, chinarni kesib, bo'shik yasab berishni buyuribdi. Og'zi qo'liqiga yetgan Fatimak o'ziga g'izo qilib beradigan malay xotini qichirib, Sen yog'ochchiga qarab turg'in. Chinarning shox putaqlarini, bo'shikdan oshgan chipinda xashaklarni qo'ymay ko'ydirib etgin. Agar chinarning bir tal o'qi ko'ydirilmay qolsa, o'zingni o't qisib ko'ydiraman. Uqdingmi gaday? deb buyruq qilibdi. O'zimi chinardan neri ketmay, bola ko'targan bo'lib, ustam bilan malay xotinning ko'ziga kirib opdi. Tush bo'lganda ustam "Qo'rsqum echib ketdi" debdi. Shu vaqtda ustamning saqiliga kichikkina bir xashak yepishib qolgan ekan. Malay xotin darro Ustam, kattak yug'antdi. Nonni katdan o'zlari olgan bo'lsalar. debdi. Ustam ma'qul emisa, seni bir hijir suv tayyorlab bersinlar. Nonni chilab yey deb uyga kirib, katdan nonni o'zi achiqibdi. Ustam katqa engishib nonni olguncha saqildagi eliqi xashak katqa tushib ketibdi. Fatimak bo'shigini yasitib chinarnimi jimiqtiribdi. Ammo bo'shikni tavratganda bo'shikdan doim "G'itchang g'ich, dushman tas, g'itchang g'ich, shumpan tas" degan ovoz keladigan bo'pti. Shahzoda bo'shikning bu ovozini necha qitim anglab qopdi. Yana hech nimani sezmay yuraveribdi. Shundoq bo'lsa-mu Fatimak yana o'yga cho'kib qopdi. Amdi gapni ustamning saqiliga yepishib qolgan xashakdan anglayli. Malay xotin kelib qarasa, katqa tushib qolgan heliqi xashak bir kundan keyin ajoyib chiroyli bir to'qashqa aylanib qopdidek. Malay xotin to'qashni qo'liga elib, yuzlariga surtib, suyib yana katqa sep qo'yibdi. Atisi qarasa, to'qash chiroyli bir qizga aylanib, beligacha jon kirib qopdi. 3-kuni qarasa, Hajar qiz tirilib qopdi. Malay xotin Yetim singlim, jinim singlim deb uni quchoqlab suyib katdan chiqarib opdi. Malay xotin endi og'zimizni ochmasak qachon ochimiz deb voqeani shahzodaga bayon qildi. Oxirda Malay xotin shahzodaga yolg'on bo'lsa, o'zlari asta uyimga kirib ko'rib baqsila debdi. Shahzoda Malay xotinning uyiga kirib, shunda qarasa, boshdagi o'zining oy yuzlik, oltin ko'kululiq pari xotini turg'idek. Shahzoda
Tov qildim. Ah xudo. deb Hajar qizga qarab santirilibdi. Qiz Yaqin kelmang. G'oyib bo'laman. Tovuğunuz rast bo'lsa, so'zimni tinglashang. Neri turing. debdi. Shahzoda murdida qaytib so'zini tingshapti. Agar men bilan yarashaman desangiz, ordining bir tarafiga xaloyiqni, bir tarafiga butun orda ahlini yig'ib bersiz. Men shu katta so'rinda beshimda o'tgan sarguzashtlarimni xaloyiq so'zlab o'taman. Shu yerda to'qsiz, ondan amringizga o'taman. debdi. Shahzoda qasamiyat aylab ma'qul bo'pti. Atisi Shahzoda qizning deginidan ortiq so'rin tuzib beribdi. Hajar qiz chuvilgan sochlarini yuziga chumbal qilib, bir tovoqni yerga qo'yib, xaloyiqqa ta'zim qilib, sarguzashtisini yig'lab turib shundoq bayon qilibdiki, ko'zlaridan taramlab oqqan yosh tovoqqa to'shib birdamdila teshib ketibdi. Toshqan yoshlar daryoga aylanib, butun o'rda ahli daryoga g'arq bo'pti. O'gay ana Fotimaklamu eqib ketibdi. Hajar qiz bo'shikni qo'lida tutib qopdi. Shahzoda daryodan aron beshini chiqarib, qizning putiga eslabopti. Xaloyiqqa qarab yig'lab tov qipti. Ah urarman. Oqlarim tutqay seni. Ko'z yeshim daryo bo'lib, beliqlarim yutqay seni. degan naqsha mana shuningdan qolgan ekan.